Siz ham shunday holatni sezganmisiz? Hayotingizda odamlar o'zgaradi, joy o'zgaradi, lekin muammo deyarli bir xil. Bu tasodif emas. Inson ko'pincha tashqi sabablarni ayblaydi. Odamlar, ish, pul, taqdir. Lekin haqiqat shundaki, hayotda takrorlanadigan ssenariylar bu ongingizda yozilgan dasturlardir. Ong qanday dasturlanadi? Qachonki siz bir vaziyatga kuchli his-tuyg'u bilan javob bersangiz, ong buni muhim deb qabul qiladi. Qo'rquv, g'azab, alam, aybdorlik. Shu holatlar ko'p takrorlansa, ong ularni normal holat deb o'ylaydi. Nega tashqi dunyo o'zgarmaydi? Tashqi dunyo bu bizning ichki dunyoyimizning aksi. Siz avvalo ichkaridan o'zgarmasangiz, tashqaridan boshqa natijani kutmang. Bu jazo emas, bu qonun. Bu vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Yechim murakkab emas, lekin intizom talab qiladi. Avvalo o'z holatingizni kuzating. Qaysi emotsiya ko'proq qaytarilayotganini anglang va shu emotsiyalarni ongli ravishda o'zgartiring. His-tuyg'u o'zgarsa, ong yangi signallarni oladi. Yangi signal yangi dastur degani. Yangi dastur yangi qarorlar degani. Yangi qarorlar esa bu yangi hayot degani. Agar siz hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, avvalo ichki holatingizdan boshlang. Agar mavzular sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, sizni shaxsiy rivojlanish va shunga o'xshash mavzular qiziqtiradigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling.